Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun shvedskiy Telenor sim kartasini qanday qilib o'z telefoningizdan, dunyoning istalgan chakkasidan hisobini to'ldirishni ko'rsatmoqchiman. Bu uchun bizga faqatgina internet kerak bo'ladi. Internetdan Google ga kiramiz va bu yerda yozamiz. Lada Telenor SE mana bunda birinchisi turibdi. Latinskiyda yoki kiril harfida yozsak ham bo'ladi. Buni yozib poisk beramiz. Skachать Lada Telenor Shvedskaya deb yozamiz va poisk beramiz. Poisk bergandan keyin bizda mana Google avtomatik topib beradi. APK Pore. Mana shunga kiramiz. Boshqasi bo'lmaydi, e'tibor beringlar. Skachать APK Pore. Mana shunga kiramiz va ozroq yuqoriga ko'targanimizdan keyin skachat degan tugmasi chiqadi. Bu yerni bosamiz. Skachatni bosamiz. Skachat APK. Va bizda telefonimizda avtomatik mana saqlash nimasini ruxsat beramiz. Va bizni telefonimizga avtomatik nima bo'ladi? Kirib keladi o'zi. Открытni bosamiz. Bizda ustanovka bo'ldi. Открыть. Buni o'tkazib yuboramiz. Va biz elektron pochtamizni kirgizishimizga to'g'ri keladi. Bosamiz login. Menda oldin bor edi, shuning uchun menda oson. Bu yerda o'zimizning elektron manzilimizni kirgizamiz. Elektron pochtani kirgizganimizdan keyin bizni elektron pochtamizga kod yuboradi. U kodni tasdiqlash orqali biz boyagi programmaga ulanamiz. Приложение bizda ochiladi. Next tugmasini bosamiz. Mana login kod deb so'rayapti. Login kodni mana elektron pochtamga keldi. Uni hozir olib kopirovat qilib bu yerga qo'yaman. Next. Mana bizda ochildi. Endi bizga mana tepadagi sim kartaning rasmi turibdi. Top up degan mana. Ana shunga bosamiz. Top up ga bosganimizdan keyin bizda ochiladi. Nimani fast price deganiga bosib, bu yerdan 2, 5, 10 qaysi kerak bo'lsa o'shanga mana top up. Ana shu top up birinchisini bosamiz va bizga qaysisi kerak bo'lsa mana first updan kirib 2 gigabaytmi, 5 gigabaytmi yoki mana pastrog'iga qarasangiz 250 gigabayt bor. 250 gigabaytni 449 kronga sotib olsak bo'ladi. Bu где-то 41 yevro atrofida bo'ladi. Menda ostatgan borligi uchun men 2 gigabaytligini olib, qolgan ostatkamni keyingi oyga o'tkazib berishi uchun davom ettiraman. Men 2 gigabaytligini sotib olaman. Siz bo'ynaga 250 gigabaytligini sotib olsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan mana pay ni bossak agar telefoningiz NFS ga ulangan bo'lsa, avtomatik karta orqali to'lov qilasiz. Bo'lmasam novoy karta kirgizib, kartangizni kirgizsangiz agar karta orqali to'lov qilasiz. Men 2 gigabaytligini to'ladim. Mana pulini to'ladim. Endi hozir mana menga SMS keldi. Menga qolgan ostatkamga qo'shib 2 gigabaytni qo'shib berdi va yana 1 oy vaqtini uzaytirib berdi. Endi tekshiramiz. Hisob raqamini tekshirish qanday bo'ladi? Hisob raqamini oddiy telefondan kirib звездочка 121 rishotka gudokni bossak agar bizga hisobimizda qancha gigabayt borligini va qachongacha borligini ko'rsatib beradi. Mana 4-oy 12 chislogacha deb ko'rsatib beryapti. Mana shunday qilib tekshirsak bo'ladi. Kam qolgan payt xohlagan paytingiz telefoningizdan kirib hisobingizni to'ldirishingiz mumkin.